Xitoy hukumati boshqarishidagi Xitoy xabar to'rining 1 noyabrdagi xabarda aytilishicha, navbatda Sharq Turkistondan Xitoy o'lkalariga ko'mir yetkazish ko'lam va sur'at jihatdan natijasi oshgan. Jumladan 2022-yili sentabr oyiga qadar Uyg'ur diyoridan Xitoyga to'shilgan ko'mir 55 million tonnadan oshib ketgan. Shu mezgilda Sharq Turkistonda ko'mir qazish miqdori 35% oshgan hamda Xitoy bo'yicha 2-o'ringa chiqqan. Xabarda bu hol Uyg'ur diyoridagi taraqqiyot sifatida tasvirlangan bo'lsa-mu, buning Rossiya Ukraina urushi boshlangandan keyin kelib chiqqan dunyoviy energiya kamchiligi masalasiga taqobil turishdagi choralarning biri ekanligini yer olgan. Uyg'ur tadqiqot markazining mudiri Abdulhakim Idris Hindistondagi bir qism parlament a'zolari, universitet professorlari, o'quvchilar va Hindistondagi bir qism tadqiqot markazlarining mas'ullari bilan ko'rishdi. Shundaqla Hindistonning oldingi qatordagi taratqullarining ziyoratini qabul qildi. Oktyabrning oxirida Hindistonda bir hafta ziyoratda bo'lgan Abdulhakim Idris har qaysi tadqiqot markazlarining mas'ullari bilan Sharq Turkiston masalasi, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, Xitoyning Sharq Turkistondagi zulmi, Xitoyning kengayishi va Hindistonga elib keladigan xavf haqida suhbatlashdi. Har qaysi tadqiqot markazlarining boshliqlari bu masalalarning muhimligini ta'kidlab, aloqador masalalar to'g'risida cho'nqur tadqiqot elib berishda hamkorlashishni xohlaydiganligini bildirdi. 28 oktyabr Gollandiya doiralari Amsterdam va Rotterdamda qurilgan Xitoyning ichki soqchixonasini tekshirishga boshlaganligini e'lon qilgandan keyin Germaniya, Irlandiya, Shvetsiya va Kanada qatorliq davlatlarning hukumatlari o'z davlatlaridagi Xitoy soqchixonalarini jiddiy tekshirishga boshlagan. Xitoyning boshqa davlatlarda qonunsiz soqchixona ta'sis qilishi G'arb davlatlarining g'azabini qo'zg'agan. Bu egilik huquqiga daxl ta'riz qilish deb atalgan. Egilinishcha, Xitoydagi yasamichilik kasbidagi iqtisodiy faoliyat 8-oy va 9-oydan keyin oktyabrda tarixiy yuzlanishni davomlashtirgan. Iqtisod va pul muomala xabarlari mulozimati sayishining bildirishicha, Xitoyning umumiy yasamichilik setilish boshqarish ko'rsatkichi oldingi oyda 1.1% eshib, oktyabrda 49.2% bo'lgan. Garchi ko'rsatkich oldingi oyga solishtirganda oshgan bo'lsa-mu, ammo yaqinqi 2 oydagi tarixiy yuzlanishi oktyabrda davomlashgan. Germaniya Tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock Xitoyni ziyorat qilish oldida turgan bosh ministr Scholzdan birlikda tuzib chiqqan Xitoy siyosatini aniq ifodalashni talab qildi. Germaniya taratqullarining xabar qilishicha, Annalena Baerbock bu so'zlarni 1 noyabr O'zbekistonning poytaxti Toshkentga ziyoratida aytgan. Baerbock Xitoyning dunyoviy masalalardagi hamkorlik sheriki ekanligini ta'kidlash bilan birga, Xitoyning kun sayin bir sistemalik raqobatchiga aylanganligini o'tirg'a qo'ygan hamda biz Xitoy siyosatini bir strategik tushunishni asos qilib qurib chiqamiz hamda bizning dunyoning boshqa joylari bilan hamkorligimizni bog'laymiz degan. Naxchivan Avtonom Cumhuriyeti Davlat bexatarlik idorasi amaldan qoldirilib, uning o'rniga Ozarbayjon Davlat bexatarlik idorasi Naxchivan mudirligining qurilganligi bildirildi. Shunda qilib, Naxchivan Avtonom Cumhuriyeti mamlakatlik parlament raisligiga va bexatarlik mulozimati bevosita Bakudagi markaziy hukumatga bog'langan.